Bu parmoda somsalar allaqachon meni tashrif qog'ozimga aylangan. Sababi uyda qanday yig'in o'tkazadigan bo'lsak, mana shu somsalarni tayyorlasam, barchaning duolariga qolib ketaman. Bugun esa mana shu retseptimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Xamir uchun idishga suv, tuz, tuxum va eritilgan sarig'ni solib, yumshoq xamir qorib olamiz. Va 15 daqiqaga dam oldirgani yuboramiz. Nachinkasi uchun go'sht va piyozni mayda qilib to'g'rab, sochni bo'lish uchun charv yog'larini ham maydalab qo'shamiz. Tabga ko'ra tuz, murch, ziralar bilan aralashtirib yuboramiz. Tingan xamirni 5 bo'lakka bo'lib, har biridan 15 grammdan zuvalalar yasab olamiz. Har birini birma-bir yoyib, ichiga bir osh qoshig'idan qiymadan solib, xuddi videodagidek tugib shakl berib olamiz. Barchasini duxovka listiga terib, 4 tadan yopishtirib chiqamiz. Agar sizda yopishmasa, atrofini suv bilan ho'llashingiz ham mumkin. Ustiga bitta tuxum sarig'iga bir osh qoshiq sutni aralashtirib surtib chiqamiz. Yana ham chiroyga chiroy qo'shish uchun ustiga oqsidana va qora kunjutlardan sepamiz. 180 gradusda qizib turgan duxovkada 30-35 daqiqa davomida ustlari qizargungacha pishirib olamiz. Ko'rinishini o'zingizga ishtaha ochadigan ajoyib mazali parmoda somsalarimiz tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, yo'qotib qo'ymaslik uchun sahrangiz tugmasini bosib qo'ying. Yana ham zo'r retseptlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying.